Yaxshi sizlar to'rdoshlar yaxshi chidamlarmi? Sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Hamda buningdagi tez sizlar bilan yuz ko'rishib turishimiz. Bugun sizlarniki huzurunga sunmoqchi bo'lganim hikoya. Bu hikoyani yoqtirib anglashinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Undan men boshladim. Bir podshoh bor ekan. Bu podshoh bir kuni o'ziniki vazirlarini, qorovullarni chaqirib, shundoq bir buyruq so'qibdi. Orduninki yer astidagi zindonlarning ma'lum birsini bo'shtonlar. Hamda biz uyada ish boqamiz debdi. Shu naitni g'aljir bo'lgan, naitni basti cho'ng bo'lgan itlardan 10 nechta deb kelib, ashada beqongan. Hamda biz o zindonni bundan keyin mening gapimni anglamagan, men qarshi chiqqan, xatolik o'tkazgan insonlarni shu zindonga tashlaymiz. Ashaga akirib qo'yma. Demak, mening shu buyruqimni o'rindanglar deb buyruq so'qdi. Bu qarovullarmi itlarning nihoyat yo'g'on, yiqdak, bo'ridek, g'aljir itlarni 11 ton ishni tepib kelib, shu zindonda beqishga boshlabdi. Bu itlar hamda haqiqatan bir-birsini yo'g'on, bir-birsini shu g'aljir bir odamni yaqin kelgizmaydigan holdaki, qarash qilam g'aljirlikqa chiqib turadigan bir qo'rqinchli ishlar ekan. Shuning bilan bu kunlar davomlashib bir kuni podshohningki eng yaqin vazirlaridan bo'lgan o'nqul vaziri odillik mazmunida podshoh bilan azroq ixtiloflashib qoldi. Podshohning ma'lum bir ishda chiqarayotgan bir qaroriniki odil bo'lmaganligini podshoh eskartish orqali podshohning ko'ziga azroq sat ko'rinibdi. Podshoh bu qaror to'g'ri bo'lmadi deb qo'ygan bir o'zining ko'z qarashi uchun podshoh buni jazolamoqchi bo'ldi. Sen xatolashding debdi hamda bu vazirni shu zindonga tashlashga buyurdi. O'rgandan keyin bu vazir podshoh shunday debdi: podshoh adillari, men sizga 15 yil nihoyatda astoydillik bilan, sadoqatmandlik bilan sizning xizmatingizda bo'ldim debdi. Shu 15 yilning hurmatiga menga 15 kun vaqt bering. Men bu 15 kun ichida o'rinlashtiradigan ishlarimni baravar o'rinlashtirib, vidolashadigan odamlarim bilan baravar vidolashib, 15 kun vaqtni menga bir 15 yilning hurmatiga ol bergan bo'lsangiz deb podshohga o'tinibdi. Podshohmi buning gapini to'g'ri ko'ribdi. Bo'ldi, chatoq yo'q. Sen 15 kun vaqt bering, ishlaringni tuga deb 15 kun vaqt beribdi. Bu vazir 15 kunning ichida go'sht topsa go'shtni olib berib ishlarga berdik. Non topsa nonni olib berdik. Suv topsa suv olib berdik. 15 kunning ichida bu vaqt 15 kun vaqtini faqat shu ishlarni beqishga, ashlarga go'sht olib berish, non olib berish, suv olib berish bilan o'tkazibdi. 15 kun vaqt to'shqandan keyin podshoh vazirini chaqiribdi, vaqt to'shdi. 15 kun vaqtdan to'shdi. Hamda amal yo'q. Hamda shu zindonga tashladi debdi. Bo'ldi debdi, podshoh qarovullarga uni so'rab apirib tashlashni buyuribdi. Hamda qarovullar bu vazirni apirib zindonning ichiga tashlabdi. Tashlasa, unda qarasa bu 11 tal g'aljir ishit bu vazirni o tishlash u yoqda tursin, hammasi uni qishiq kelib, yalan unga o'ynab, quchog'iga yetib, bir mehr muhabbatini bildirib ketdi bu vazir. Shundan podshoh hayron bo'ldi. Bu nima ahvol? Buni tishlab tutman qivasi to'g'ri bo'ladi aslida. Bu nima ahvol? Degandan vazir ichi turib, podshoh adillari, men mushu ishlarga 15 kun vaqtimni chiqarib, mehr shafqat yetkazgandim. Ular meni hujum qilishdan voz kechdi. Menga mehr muhabbatini bular bir umr men yenidli bo'lsam, meni tishlamaydi.
bir ömür bana yaman gözle qaramaydi. Lekin ben sizge 15 yıl mehr muhabbetimni yetkizdim, 15 yıl samimiy xizmatingizni qildim. Siz mening kichikkina bir xatoligimga mening jinimni elishni qaror qildingiz. Shundan bilan podshoh qattiq o'ylashibdi, qattiq idisida o'tibdi. Shundan bilan bu vazirni kechiribdi. Vazirni o'zining xizmat o'rnini qayta o'rinlashtiribdi. Hamda yiliqi 11 ittifoq zindonni yo'q qilib etishga, ishlarni qo'yib etishga uğraşyapmiz. Bu bir hem hikoya. Bu hikoyadan biz nimani xulosa qilib chiqaramiz deganda, nayt ko'p xil mazmunlarni xulosa qilib chiqarsak bo'ladi. Lekin eng muhim mazmun bizning hayotimizda bizga oylar, yillar, necha yillar mehr shafqat yetkazib turadigan, bizga yaxshilik qilib turadigan ma'lum bir insonlar bor. Ba'zi vaqtlarda bu insonlarning bizga qilayotgan yaxshiliklarni biz bilib turamiz, ba'zi vaqtlarda bilmay qolamiz. Chunki birovning qilgan yaxshiligini bilishgimi kalla ketadi. Birovning bizga qilayotgan yaxshiligini ba'zi vaqtlarda bilishga kallamiz yetadi, ba'zi vaqtlarda bilmay qolamiz, kallamiz yetmaydi. Ashunday bir insonlarni biz yillar bo'yi bizga yaxshilik qilayotgan insonlarni ma'lum bir kichik xatolik sababidan nihoyat ko'ngliga azor beramiz. Kichik bir xatolik ustida. İnsan degan xatolik o'tkazmaydi, hamma inson o'tkazadi. Shuning uchun bu yerlik eng muhim xulosa, g'azablangan vaqtida inson hech qachon to'g'ri qaror chiqarolmaydi. Shuning uchun g'azablangan vaqtimizda ma'lum bir soniya sukut qilishimiz kerak, jim bo'lishimiz kerak. Azroq ochig'imiz yongandan keyin, anandan keyin bu ishga bir qaror chiqarmasak, g'azablangan inson hech qachon to'g'ri qaror chiqarmaydi. İnsanların qalbiga azor beramiz, g'azablangan vaqtda biz shu zamatla tillab qo'yamiz. Necha 10 yil mehr shafqat yetkazayotgan, ko'ynayotgan insonlarni ba'zi bir kichik xatolik sababidan shu zamat adojuda bo'lishni talab qilamiz. Shu zamat nihoyatda bir xatarlik, qo'rqinchli gaplarni haqoratlayib qolamiz. Lekin bir soat o'tgandan keyin, sakinlashgandan keyin unda o'ylasangiz, bunun qilgan xatolik ancha bek cho'ngish emas. Lekin siz kechikdingiz degan gap. Qarshi tarafning qalbini yerib oldingiz degan gapda. Shuning uchun g'azablangan vaqtimizda qaror chiqarish xato do'stlar. Saqlash kerak. Azroq o'zimizni sakinlashtirib, anandan keyin bunda qaraydigan bo'lsak, bu ish amaliyotda biz g'azablanib ketgandek ish emas bo'lishi mumkin. Bir qiziq baran qilib qo'yay. Shu özümüzden kichik insonlar bizni xafa qilib qo'ygan vaqtida, ochig'imizni keltirgan vaqtida ichimizda 10 sanab qo'ygandan keyin anandan keyin bunga javob qilamizda. Özümüz bilan tang insonlar bizni xafa qilib qo'ygan vaqtida ichimizda 30 ni sanab anandan keyin javob qilsak bo'ladi. Özümüzden cho'ng insonlar bizni xafa qilib qo'ygan, ochig'imizni keltirgan vaqtida İçimizde 50'ni sanab, anandan keyin javob qaytarsak bo'ldi ekanda. Ammo lekin ayolimiz, qiz do'stimiz, loyiqimiz, ayol zoti bizni xafa qilib qo'ygan vaqtida ichimiz sanab bo'lsak bo'ldi, gapimizni qilib